o'sishga yetib kelganida sizlar bemalol pastini tozalab olsanglar bo'ladi. Bundan keyingi ishimiz suv yosh xurmo ekkanlar bo'lsa, bu yil videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir shakl berish bo'yicha muhim bitta tavsiyani beramiz. Hozir shu ishni qilishga ayni vaqti. Mana bu xurmo ko'chatimiz Ispaniyaning mashhur Rojo Brillante navi. Bu yerda hachiya ham bor, uzun agrostar tomonidan ekilgan. Mana bu kesish yerdan 50 sm balandlikda amalga oshirilgan ko'chatlarimiz ekilishi bilan. Endi nima qilyapmiz? Yaxshi ko'chat, mana ko'rib turganingizdek, yerdan boshlab to o'sha siz kesgan nuqtagacha novda beradi. Har bitta kurtegidan. Hozir kelib turib, mana shu yuqori qismidagi 20 sm oralikda o'sgan novdalarni qoldiramiz. 3 ta bo'lsa ideal bo'ladi. Mana 3 ta novda turibdi menda va bir qarich o'sib olgan. Mana shu o'sishga yetib kelganida sizlar bemalol pastini tozalab olsanglar bo'ladi. Bundan keyingi ishimiz suv o'g'it berish hisoblanadi. Xurmoni yaxshi tomoni kasallik zarar ko'rganda O'zbekistonda 99% holatda kuzatilmaydi. Shuni hisobiga faqatgina suv berasiz, o'g'it berasiz, daraxt o'stirasiz va ikkinchi yilda mana bu novdalarni 2 marta kesib, rasmda mana ekranda paydo bo'ladi. Daraxtlarni shu holatga olib kelib olasizlar. Biz uzun agrostar bilan respublikada juda ham ko'plab tumanlarda seminarlar o'tkazamiz. Qatnashinglar, kelgan qatnashchilarga bepul qo'llanmalar ham beriladi, testlar beramiz, har xil programmalar beramiz. Ma'qul bo'lsa, yoqqan bo'lsa video like bosib qo'yinglar va izohlarda xurmo anjir daraxtinglar bo'lsa yozib ketinglar, qaysini